To'g'risini aytsam, Mixtabek bilan Xotonbek Boynazarov jangini qilmoqchi edim. Kim qaysi bir sportchi mana Mixtabek oxirgi jangida UFC'dagi reyting yengiladi. UFC'da 3-o'rinda turadi. Habib, Merab va Mixtabek turadi. Takedown bo'yicha. Mixtabek haqiqatan mixta yigit. Unga omad tilaymiz o'zimizning komandadan. Xotonbek bilasizlar, u ham yaxshi kurashchi. O'shani bir ko'rmoqchi edim, nima bo'lar ekan deb. Mana hozir o'ziga beramiz bir og'iz aytib. Biz hozir Hafsan UFC'ning mushkeriyiz, kontrakt bilan. Esli UFC ruxsat bersa, biz hech qachon yo'q demaymiz. Menejer bilan UFC bilan сөйлешib ko'rib, esli mening bo'yim yo'q uchurda bo'lsa, xudo xolasa biz uchun тоже интересный. Kurashib qo'yish. Problema yo'q. Biz tayyormiz. İkinci savolim Jasur aka.